короче. Прямой эфирda. Meni qo'shing deyotganlar bor. Meni primoyga qo'shing deyotganlar. Dadam iPhone sovg'a qo'ling. Yaqin yillarda kanalda mashinada xuddi savol yana davom etib ketdimi? Ha, bu jumaga chiqibsiz. Ahi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, tuzumsiz? Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Rahmat, jigar. Qayerda to'ydamisiz? Yo'q, Moskvada. Nima shovqin? Ha, bolalar telefon o'ynab o'tirishibdi. Ko'rsataymi? Mana. Qandoylar? Yetdimi, Ulug'bek? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Videoni pasaytirib turinglar, jigarlar, ozgina suhbat quramiz bir dildan. Gaplashamiz. Joningiz sog' bo'lsin aka. Qandaysiz? Xitoydamisiz? Ichmisizlar, yaxshilarsizlarmi? Ha, Xudoga shukr. Yuragida o'ti bor, sevgan bolalarga nima deysiz? Uylanishsin, brat. Charchamayapsizlarmi? Sevgidan foyda yo'q. Karyera qilishsin, uylanishsin. To'ppa-to'g'ri, malades. Yo'qmi Rossiyada? Natasha Patashalardan. Yo'q. Boru nima kerak aka? Yaqinda to'y aka, xudo xolasa. Xudo xolasa, Qaytdan malades. kelgan. Yaxshi bola ekansiz, jigar. Gapi yo'q aka. Omadingizni bersin. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Sizlarga ham ishga omad, kuch-quvvat bersin. Rahmat, Chet elda musofir bo'lib ishlash hammani ham qo'lidan kelmaydi. O'ziga yarasha juda ham qiyin. Ha, katta rahmat Addush aka. Sizlarga bir narsa deyman mana. O'zi noldan ko'tarilayotgan bolalarga bitta gap gapiringda, edit bo'lib erta Instagramda aylanay onasini, emsin, davay. Ha, yo'q, endi biz motivatsiyaga uncha hali bormiz aka. O'zidan bo'laversin. Yo'q, gap motivatsiya berishda emas, mana gap motivatsiya berishda. O'zi bilasizmi, mana aqlli gaplar qayerdan chiqadi? Aqlli gaplar odamlar boshdan juda ko'p narsani o'tkazgan odamlardan chiqib ketadi avtomatik u narsa. Ha. Siz o'tkazgansiz aka, yoshligidan qancha mehnat qilgansiz? Farhod aka rahmatli do'stingiz bilan qancha mehnatlar qilib Sizlar mana ishlayapsizlar-ku. Ha, Allohga shukr, shuncha yuribmiz. Joningiz sog' bo'lsin, jigar, ko'rishamiz. Addush rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Charchamay, ishlarga rivoj, to'yga yeting. Inshaalloh aka, gap yo'q. Sog' bo'ling aka. O'zingiz ehtiyot qiling, xo'p, davaychiga. Xo'p. Xo'p. Tak. Meni qo'shing deyapti. Hamma. Bonuga vizit tashiydigan ham bola bor-ku, Bonu haqida video quradigan bola bor bitta. Shular meni qo'shing deb yozibdilar. Tavakkal qo'shonman, rosta kasbimga tavakkal qo'shonman. Nima bo'lsa bo'lyapti xullas. Kino qachon chiqadi? Kino nasib shu oy chiqadi. Xudo xolisa, niyatlarimiz katta. Katta mehnat ketgan. Bizda keyingi ishtirokchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Radnoy, qo'ydingiz kamerani. Yo'q, boshqa joyda endi. Bo'ldi, hop. Xijolat qildingmi? Aka, bo'laveradi, shunaqa gaplashaversak bo'ladimi? Ya bo'lmaydi-da. Xuddi anu rasmga tushadi-da, o'zi rasmga tushib, bankga Sherxon rasmini qo'yib qo'yadigan bolalarga o'xshatgan. Siz nechi? Unchalik emas. Ko'rsating o'zingizni bo'lmasa. Aka, hozir bo'lmaydi-da. Nimaga? Nima bo'ldi? Hammomdanmisiz? Hozir. Yo'q, aka, ko'chada edim-da faqat. Ha, yo'q, joni sog' bo'lsin. Xijolat qilish niyati yo'q, prosta. Tabiiylik yaxshi-da, tabiiylik yaxshi tarafdor bo'ladi. Aka, unaqa bo'lmaydi hozir vaqti. Aka, chiqib qo'yaveraman demay unda. Joni sog' bo'lsin, jigar, mayli. Alaykum. Hop, sog' bo'ling. Rahmat. Tak. Mani qo'shing deyishyapti. Allo, yaxshi qiz. Siz meni tanimaysiz. Yana kim bor qo'shsa bo'ladigan?
Varabsga bolalarni qo'shamiz mana. Ismoilov, Otamurod Ismoilov degan bola bor ekan. Mirzohid Qayumov totaptin jigarsiz. Mirzohid qo'shmadilar mayli bo'pti. Mirzohid Qayumov ham bitta harakat qilib ko'ramiz. Mirzohidjon bizda keng ishtirokchi. Oriyat Dono FM radiolari. Assalomu alaykum. Beeline kompaniyasi ishdan nazokat deydi. Mirzohid. Sizlarga telefon qilsam, deydi. Mirzohidlar ham ko'paganda, qani Mirzohid Qayumov topolmayapman hozir. Topdim mana. Mazza-ku. To'ppa-to'g'ri mazza. Dildan suhbat bo'lyapti mana. O'tdan-bo'tdan gaplashyapmiz. Bonuni qotila keling. Voy! Voy! Voy olasın! Voy olasın! Voy! Voy! Bruzichga telefon qilib qo'ying, Bruzichga. Foy! Vohma qilganda ayam uyanib ketdi. Aya mittilar bilan gaplashib. Bo'lmaganda ayam ketdi. Qalaysiz? Salomatmisiz aka? Bitta savolim bor sizga mana bitta. Hop, hop. Bonu uylanishim uchun bir narsa qilib kontent to'xtatmaysiz-ku. Va! Maqsad nima maqsad? Xullas aka, u boshlanishi YouTube'da video berardim-da men. Oy yaxshimilar, onadan bitta xabar olib keling, ona yaxshimilar? Men oldimda debdi. O'g'ri-po'g'ri uchdi deb o'yladilar, til plis ketib qoldi deb o'yladilar. Aka, Bonu temasida javob beradigan bo'lsam, boshida YouTube'dagi kontentni oldimda yuradigan bolalarga katta gapirganman-da. 100 mingta bo'lsam, o'sha Bonu Ikromovaga uylanaman deganman-da. Otangni ko'rgandek bo'ldi. Bu hayb yolg'on gap bo'lmagan. Keyin men 100 mingta obunachi ko'p deb o'ylaganman, Bonu opa erkak deb o'ylaganman-da. Ha. Ya endi dars surkatdingiz, shunga aytmoqman. Ko'pchilik buni hayb yolg'on deb o'yladi, lekin u bor gap edi lekin. Malaves. Bormi o'zi qizdan o'zi? Yo'q, xudo xolasa yo'q hozircha. Ona turibdi beyonda. Ha, aka, Qo'ying. Aka, lekin rahmat, men hozir bilasizmi aka, men kim bilan o'tiribman, taniysizmi odamni deb o'ylayman. Ya, unaqa demang, biz ham oddiy odammiz, bandamiz biz ham. Onam salom aytyapti aka sizga. Salom ayting onangizga. Salomat bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat aka, joningiz omon bo'lsin. Mana bitta pat gapirib olay aka, iltimos aka, shunday gap. Davay. Faqat uyatsiz gaplar bo'lmasin faqat. Ha, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Iltimos qilgan bo'lardim, mana shuncha odam efir yoqib o'tirgan bo'lsa, shu nima deydi, ekran zapisi yoqib o'tirgan bo'lsa, iltimos sizlardan. Mana shuni yoq tarqatinglar, bu yolg'on gap emasdi. Men Bonuga uylanaman deb video qilganimdan keyin juda ko'pchilik rosa hayp qildi, gapirdi, so'kdi. Iltimos, mana isbotlaydigan payt keldi. Xudoning o'zi mana shu kunga to'g'rilagan ekan. Bu yolg'on gap emasdi, jigar. Ey. Onasini. Qarang jigar, mana bitta narsada imkon bo'lsa, o'zingizni qobiliyatingiz bor ekan, mana kameradan uyalmas ekansiz, gapira olar ekansiz. O'zingizni imkon boricha talantlaringizdan foydalanib harakat qiling, kontentlar qiling. Birovga osilmang. O'zingiz yengil o'ylab toping. Hop. Bitta voy deb bering boyadagi. Voy! Bo'pti jigar, o'zingiz asrang, ko'rishamiz. Rahmat aka, dushi. 300 marta yozdingiz, mana qo'shildim. Aka, ishoning darajada yozyapti. Onasiz 10 ta barmoq birdaniga ishlayapti aka. Oyingiz o'tiribdi, onasini emzib, ketmaydi. Ketdi. Yeb biladi. U ham yaxshi gap emas u ham. Endi qishloqda katta bo'lganman shuda aka, endi eng yengili ham shuda aka. Omadingizni bersin, gazini bosing. Hammaga rahmat. Bono opadan uzr so'rab qo'ying. Voy, onasini o'zi. Rahmat. Xo'pda, xo'p. Hop. Ana bo'lmasa. Jigarga emotsiya bag'ishladik, emotsiya. Tak.
Что-то efir seriyozlashtiramizmi deyman-da ozgina. Давайте mani qo'shingchi. Mani qo'shing. Iltimos. Tak, hop. Chumolini qo'shib ko'ramiz. Chumoli Vaynus. Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizning efirimizda. Chumoli Vaynus jamoasi. Yana kimnidir adashib qo'shib yubordim. Jigar bir minut chiqib tura olasizmi hayotimizdan? Hozir. Bo'ldi aka. Xo'p, qo'shamiz, aka. Yaxshimas. Bo'lmasam biz gapiramiz-da. Aka bulardan artistga qiling, bizga qo'shiling. Hazillasholmang, jigar. Nikizdan qiling, hozir sizni qo'shamiz hozir bir bolalar bilan 2 minut. Mayli, bu ja unaqa kulguli bolalar emas o'zi bilan o'zi. Miting qo'yaylik, miting. Bo'ldi aka. Uxlayotgan joyda jigar mayka bilan Turkiyada qolibdi, birodarlar. Yo'q, yotoqxonadaman. Qayerda? Zo'r. Yotoqxonada, Anjanda. Robeka, biza chiqib turinglarmi? Mehmonxonadaman deysizmi? Yotoqxona. Ha, jigar, yotoqxona. Bolalar Qo'sham. PUBG'da emas aka. PUBG deysizmi? PUBG. PUBG bo'ladi, jigar, PUBG. G. Galaxy'dagi G, G'iyosdagi bor-ku. Radno hazillashdi. Robeka bo'pti, kelamiz hozir. To'xta, yo, bo'ldi mana. Radno o'z chiqib keting, noyat ishonmayapti, chiqmayapti. Jigar bir minut chiqib turay hayotimizdan. Qanday gapirmasning iloji bormi, Radno? Bo'ldi. Eshitmayapti aka, shovqin. Hazillashmayman, anaqa ko'nglingizga olmang gaplarimiz. Просто bitta kayfiyat ko'taramiz. Yo'q, bo'ldi aka. Qachon chiqasiz? Bo'pti, aytvoring, qachon chiqasiz? Qaqa. Tog'ga, Chorvoga. Jigar. To'xta. Qizuv bo'lyapti, to'xtaymi ham qizuv bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti nega? Ismingiz nima aka? Odiljon aka, nechinchi yilsiz? 2008 man aka, 2007 bilan o'qiyman. 1-kursman. 2008. Gap yo'q lekin 1 yil oldin ancha-muncha ishlarni hal qilgan ekansiz-da? Ha, albatta aka. Bormi qizlarda, yaxshi ko'rgan qizlarda? Yo'q. Nima soxta bo'laverasizlar, nimaga? Borichi dangallangan. Misol uchun Chumolilar uylangan bo'lsa ham hali ham qizlar bilan yuradi bular. Ibratli videolar olaveradi bular. Bo'ldi, chiqamiz. Nimaga bo'pti mana savol? Nimaga Chumoli jamoasi Tailandga juda ham ko'p marotaba boradi mana? Aktual savol mana. Aytamiz, qo'shilmaydi. O'zinglar o'rgatib qo'ydinglar-ku. Ha, yo'q, to'g'ri, gap bo'lish mumkin emas. Odilbek, nimaga deb o'ylaysiz mana? Chumoli qanaqa mana misol ibratli videolar, yaxshi videolar olishadi. Fikringizni ayting shu bolalar haqida, nima deb o'ylaysiz? Hayotda qanaqa bu bolalar? Bu tanismi o'zi? Bilmayman, endi aka o'zini hayotini ko'rsatmaydi endi, har xil o'zi kerak. Ha, ana yashang, to'g'ri yo'llarsiz. Bekordan kim etdilar bilan birga o'qimagansiz siz? Siz 1 yil oldindasiz deydi. Chumoli 1 yil orqada, bular 1 yil. Jasur aka, Bahodir aka ko'rishmaydigan tuzumsizlar. Yaxshi, aka. Ustolar bilan. Rahmat, xudoga shukr. Alaykum safarlar aka. Intizor. Odilbek, so'king men javob. So'king, unaqa duxi yo'q bu bolalar, so'king. Ha, yo'q aka. Esli bo'lamiz aka. Ya siz kim esiz bola demadi? Ani Nurilla Travel degani qayerda? Ulug'bek aka, o'sha yerdamilar? Nurilla Travel boshqa xonada. Chopib ketdilar, salom deb qo'y. Ya, aka, azatxon. Odilbek, Ho aka. nima bo'lyapti xonada ko'rsataymi? Ko'ringlar xonada nima ishlayapti? Qani yotoqxonada? 7000 ta aka, 7000 ta odam bor aka hozir. Ne, bolalar gol yotibdimi? Ha, ko'rsating, voy tabiiy bo'lgan narsalar qizuvchiga. Ho aka, uyga. Voy ko'yat bo'ladi. Mashkalavat trassib keltirdik. Odilbek, qachon mana bunaqa gaplashish bo'ldi qilasizlar, uzora gaplashing.
Hamma qochib ketgan o'sha Odilbekning orqasida turibdi polda o'sha. Yotoqxona qayerda Odilbek? Andijonda aka. Siz o'zingiz ham Andijondamisiz? Ha. Uzoqroqmi orasi? Nima? Uymi? Ha, masofa uzoq. 1 yil voqlik chiqish ancha qiyin bo'lgan ekan, lekin Ha. savollarni o'tkazib yuboryapsiz. Bitta savollarni. Qachon O'zbekistonga kelasiz aka? O'zbekiston nima-ku? Istoriya ali Koreya deb ko'rdim aka. Ha, jigar, allomadimi? Xudo xolasa 10-da nasib, 10-da boramiz. Voy, savolimga javob bermadingiz. Ha. Ham bolalar qanaqa bolalar deb o'ylaysiz mana savol mana. O'tiribdi-yu. Yo. Bilmayman. Gapir, deydi-yu. Yeting. Yaxshi bolalardir aka, kontentlar yaxshi. Kuzatib turaman akalarni. Tanisizmi? Ha. Bo'ldi, siz hozir anaqa bosim o'tkazyapsiz. Yo'q, men bolani fikrini bilaman, mustaqil fikrlayapti bola, yaxshi fikrlayapti mana. Bo'l, yaxshi-yu, bo'ldi-da. Mayli, xo'p. O'sha gap, boshli birinchi gap. Liboy bitta bolaga telefonni bering, Odilbek, Liboy bitta bola o'sha yerda bolaga telefonni bering, Liboy. Bo'ldi. Liboy. Baribir to'pga chiqaman-da. Tursi deyotgan, Radnoy. Radnoyga telefon o'tdi, qotdi telefon bor. Odilbek mana sim kartani orqa qo'li bilan ushlab turibdi mana bundoq qilib. Gar. Aka behurmatli bo'lmasin, iltimos olma. Yo, biz hazillashyapmiz, bu yerda kayfiyat ko'taryapmiz. Bo'ldi aka. Tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Rahmat aka, o'zi yaxshimisiz? Rahmat, siz yuridik fakultetda o'qiysizmisiz? Davolasizda aka. Ha, Odilbek ozgina davo kerak ekan, ozgina davolashimiz kerak Odilbek. Hazillashyapman. Bo'ldi aka, tushunyapmiz. Boshqa bolaga bering, siz bilan cho'tda suhbatimiz qizg'in bo'lmaydiganga o'xshayapti. O'ziga beraymi? Yo, Odilbekdan zerikdi. Odilbekning yuzlarini kech tanib oldi. Odilbek bundoq gaplashar ekan Odilbek bundoq. Alo, nima to'lagani bor-ku, bir dadam video olib desa, mana qilib, hali video qiladi-yu, uttasinga o'xshayapti bu ham. Gapirar ekansiz. Bobi shunaqa gapni. Ha, Azzaka qiladi-yu, haligi bir dengizdami, dadamga video tashlayapsan yoki dadam video olyapsa deb mana qilib tashlaydi-yu. Ha, esladim. Chumoli haqida fikringiz bir og'iz. Chumoli mehnatga aka. Yo, u haqiqiy hayotlik. Akalar aytyapti. Mana chop miya bilyapti-ku. Davolashda o'qiydi uka. Mana fikrlayapti. Bitta ma'mi yetardi-mi? Ikkinchisini eshityapmiz. Musulmon xuddi shunaqa gapiradi. Aka, ma'mi tishlayapti deydi. Ishlayapti aka. Vodiyda bir xil anaqa gaplash. Aka, qon bitta, vodiy bitta. Ammo bag'i ham bor. Aka, biz davolashda mana yotoqxonada Qo'qonli, yana Andijonli, marhamat asla bolalar turamiz, hali bir-birimizni sevamiz, jinni qilib o'ynab yuraveramiz. Aqabaqa, aqala, masaqqa bo'ladi. Adam baqa ballar bo'ladi. Aka, bosinglar omad. Akalar rahmat, shunchalik e'tibor qilib gaplashyapsizlar, rahmat lekin. Ya biz ham maza qilyapmiz deb gaplashib. Muslim bo'ldi, bildik, Andijonlik ekansiz, kallangizni oling, Muslim bo'ldi. Qo'qonlik. Kinoda hamma xotin kalga oldiryaptimi deyman. Onasini ham moda bo'ldimi deyman. Kinoda kalga oldirsa. Ulug'bek aka. Voy. Aka, seriallarni bo'lyapti, bir tugay deyaptimi? Ulug'bekga siz xos qarshi so'raydi deb o'ylab o'tirdim barku. Aka. Xudo xolasa kinoyimiz olib bo'lganmiz, montaji ham tugab bo'ldi, nasib.
respublika bo'ylab kinoteatrlarda ketadi, xudo xolasa. Vodiyga ham qo'yamiz nasibchiga. Oh. Shunaqa havasimiz kelyapti. Tugat bo'lganinglar degan. Mana Chumoli ham shunday hasad qildi, syomkadan ertasi kun borib kino olishni boshladi. Bolalar ham sразу же mana. 3 kunlik bor hali mana. Nima yaxshi kelsa shunga urilyapti-da. Shunaqa pirashka sotsa, pirash sotadi bular ham. Garlar bilan yaqinmizda shunga bemalol qaddimiz sig'ib hazillashamiz. Shu aka o'zi hamada ham shu. Odilbek uxlab qoldim, telefon evazidan chiqdi menimcha Odilbek. Odilbek turibdi mana edi, qachon berangin telefonimni deb. Ha, u uxlamaydi. Qo'lni SMS'da yonib ketadi keyin yo'q. Telefonda bo'ldi, butun umr o'chirmaydi. Nimaga yarasa bitta bilan gaplashib deb turaveradi. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat jigar. Qolganlar bilan ham gaplashinglar. Rahmat. Ko'rishamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar bolalar, o'xshab Deb qo'yib berdinglar lekin. Odilbek ham hayratib qo'ying, Odilbek ham. Bo'pti, Ulbek. Odilbek, xayr, Odilbek. Vallah. Nima, Odilbek. Bitta nimadir qilib uxlash kerak. Odilbek bo'ldi. Tinch uxlaysiz. Vallah. Esdan chiqib. Bilasizmi nima qilish kerakligini? Ha. Bormi videolar tashlab beraymi? zo'r bola ekanlar. Bo'ling, chumolni ko'rasam, chumolni sinab o'tdim, bo'tdi. Chumolning bachkanaligini isbotlash edi niyatim. Odilbek sizlarda bo'pti deganda nima ma'noni bildiradi? Bo'pti deganda? Xayr degani. Odilbek bizani uxlatishga uxlaydi. Dramatik muzika qo'yaymi? Tumhi hodi bozori. Hamma jim tursin. Hamma. Odilbek kimni telefonni zaryadkasi o'chib qolishdan o'ynaymizmi? Yo'q, meni tasavvurada aka. Meni tasavvurada. Joni sog' bo'lsa, gaplar halaqa xafa bo'lmay, ko'nglingizga olmay, xo'p. Yo'q, aka, nima xafa bo'laman? Menga farqi yo'q degandi. Ya xafa bo'layotganingizni bilyapmiz. Bo'pti, xayr siz ham qo'yapsizmi? Nima qilib qo'ysak-a? Ko'nglida kiryo, iflos bola ekan yozishyapti. Ana Odilbek ham ko'p ko'rdinglar. Qotib qoldi telefon Odilbekni. Kimdir tortib oldi qo'llarini. Tushunmayapsanmi deb. Mayab aka, tinchmisizlar? Zo'r, rahmat, o'zingizlar qalaysizlar? Qalay bo't safarlar aka? Rahmat, Allohga shukr. Yaxshi vaqt ajratib chiqibman efirga. Zerikmayapsizlarmi? Ramoymi? Bilaman. Ya endi bir gaplashib qo'yaylik deydi. Kino xudo xolasi necha kun qoldi? 3 kunlik syomkasi bor hali. Keyin montaj. Xayrli bo'lsin aka. Iyunlarga o'tib ketmaydimi meni? Ya. Sizlardan oldin nima qilib bo'lsa ham premyera qilib olish. Odilbekga yetaman hozir, lekin hujum qiladilar. Qo'shilib oladi de. Komandaga olish kerak lekin. Odilbeknimi? Jim turib o'ynayotgan-ku asabki. Ya yaxshi bola ekan degan aka. Zo'r bola ekanlar, ko'ngillari kiriyor. Jim turarganlar bo'ldi. Zo'r ketibdi. 10-da xudo xolasi qaytdi aka. Anaqami? Premyerami keyin sразу ular orasizlar? Xudo xolasa. Kimdir patolog qarab yotgan ekan mana sizlar telefon. Radnoy. Assalomu alaykum, bemalol gaplar nazokati eshitadi. Kulyaptilar. Hop. Bo'yanyapti menimcha. Siz bola profil qo'shdingizmi? Nega? Gaplashmoqchimisiz? Yo'q, bo'yanyaptilar deganingizga. Hozir faqat bolalar ham qizlar bo'yanmaydi, jigar. Jigar nima qilyapsiz? Shuni bilaylik, xato bormisiz, yo'qmisiz? Hello! Patolog ko'rinib turadi, deydi, hozir qop qorong'ulik. Gilam ko'rinyapti endi. Mana shunday na prinsip qildim.
Tomosha qilasanlar deb. Javohir aka. Hatto bizani qiynamayman. Просто men chiqara olmayman-da уже. Ha. Shunisi To'xtang. bor. Javohir aka. Kim aytdi Javohirni buni sizga? Javohir aka. Aka. Tamam bo'ldi. Ha, bo'l azoblayaptilar aka. Bo'lmasmi Odilbek qadriga yetmadingiz-da mana. Odilbekning Hatto Odilbek kulib turgan yuzlarini ko'rib turdi Odilbek hatto bor-ku. yaqinda. Odilbek o'zi qiynayotgan bo'lsa-chi boshqa profillar. Narixoning chiqib olib. Bu ham lekin bo'lishi mumkin bo'lgan narsa lekin shoning. PUBG'ni nima dedilar? Esimdan chiqib qoldi. PUBG dedilar, PUBG. 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 To'rttalik bor. Ikkita bo'lishdi ular. Ha, bo'ldi tugadik. Ha, bo'ldi, aniq. Jigar? Alo. Hello. Alo. Hello. Telefon botni o'yladilar menimcha. Ovulga hozir ularni ketasiz hozir. What is your name? Insecure. Oh, check bilan aka. Chumoli aytdim-ku, chumoli bachkana bolalar. Chumoli batisiga qilamiz chumolida. Hayotda bachkana bolalar bolalar. Yaqinda do'stu chiqadi, obuna bo'linglar. Jigar, qaytdi mana jigar. Cho'milib keldingizmi? Svet yo'q-ku. Vohdir oyoqsiz nima qilardi svetda? Yotgan edi. Radnoy. Bo'lamiki bo'lmaydi tashaverganlar-da. Ish bo'lmayaptimi-da? Yo'q, endi ish bo'ladi, hozir keldik-ku. Qayerdan? Hozir keldingizmi? Yotuvmidingiz? Ko'chadan hozir kelib yotgan edi. Ismingiz nima, Radnoy? Joylashing. Bo'ldi, joylashing. Qotib qolasiz hozir. Ukani uyg'otib yubordingiz lekin ukani. Ha, uyg'ondim. Qildi uka. Ukaga bering, telefonni ukaga bering. Yo'q, qo'yapti-da bu. Mayli, zo'r bo'ladi. Yuboramiz. Bering qiziq bo'ladi. Esda qoladi bir umr. Chumolini bachkanaligini isbotlaymiz chumolini ukaga ham. Ko'zlarini ochsin. Aka oliy maqsad biza bo'lmasa lekin. Charchayimizdan. Jigar, ukangizga berib turing telefoningizni. Voy asal Nima bola. deydi ukangizga? Sardor. Qarating kamera, qarating. Aldaysan-ku Sardor. Ishlar yaxshimi? Safarlarni o'ylab aka. Rahmat, Allohga shukr. Bemoyda hech kim ustidan kulish niyatimiz yo'q. Prosta hazillashyapmiz, kayfiyat ko'taryapmiz. Shunaqa aka. Noto'g'ri tushunib qolishni bo'lmasin. Chumolning gapiga ishonmang. Birontasi bu haqiqat emas chumoli. Faqat chiqib olib bitta Instagramda do'stim, ukaxon, aql bo'laylik, u hayotda polni ichib, pol. Uni o'zi kerak. Adam bo'lmasinlar deysiz. Nima deb o'ylaysiz chumolni deyvorlar haqida? Bor fikringizni ayting mana misol uchun. Kontentini ko'ramiz, kontentlar yaxshi-yu. Hamma yaltiragan narsa tilla bo'vermaydi jigar. Bilmadim endi bu yog'i ham yaxshi bo'lsa kerak. Telefonni sindirib tashlashmi maqsad? Nima bo'laysiz? So'ramadik qattarliklarni. Qattarsiz? Jizzaxdanmi, Jizzax? Jizzax. Zo'r. Jigar barabskiy rejimga qoldirib, hamma pul mashina primoy qiladigan bolalar bo'ladi, hamma pul. Reelslarda ko'rgan bo'lsangiz, ana temirlon bor, ko'rdingizmi? Tog'da ustidan videolar chiqib ketdi-yu. O'sha sizmi? Yo'q. O'sha yerda turaman-da, men shu yonda turaman. Jizzaxcha ani ko'prik xayol keladigan bo'lib qoldi oxirgi payt. Somsa bilan. Eshitmayman, umuman muhim emas bularning gapi. Menga qarang.
Yo'q, endi. Jigar ko'rishamiz. Keyin odamlar yozyapti, ular bilan ozgina gaplashaylik. Charchamaysizlar aka. Xo'p. Ukani bitta bir minut uyg'oting, ukani bir minut gapim bor ukaga. Bir minut. Bitta uyg'oting. Uxlayapsizlar. Tavakkal yo'q bo'lsa bo'ldi. So'ksa ham mayli. Sardor, Xo'p. Mani bezovtadim. mayli. Oqibatli bo'laylik. Jasur, yasavorman, jasur, yasavorman. Aka chiqib keting, aka chiqib keting. Yaxshimi Chiqib shunaqa? ketdilar. Bittadan chiqib ketdilar. Xafa qildingiz-da Ulug'bek aka. Ya endi men boytamir aytyapman. Hech kimni bu yerda ustidan kulish yoki izotatsiya yo'q, niyatim yo'q. Baba olib tashladi bu joyini. To'g'ri lekin, to'g'ri. Qarab turib bir pasur bizaga ham bo'pti deydi. Kim biz ham ana nima edi? Odilxonning ishini qilamiz. Ko'ramiz. Yo, Odilxon ishini qilishli shart emas. Meni qo'limda shunday X bosaman bu. Chiqarolmayapti-ku qolganlar. Yo, Qachon chiqib ketdinglar ayting. hozir zo'r bo'lardi. Etdik bu bolalar, bu bolalar, bez dedim-ku bu bolalar. Bu bolalarning yonida hech narsasi bo'lmaydi bu bolalarning. Etim nima yo'q bo'lishini. Hazil, jigarlar. Mana quvasizlar o'zi aka. Biza aylanamiz, Yo, faqat